Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Mana рабочий kiyimlarni ham kiyib oldi. Ko'p shopir akalarimizning og'zidan ko'p bir gap eshitaman. Balonchilarda pul ko'p deyshadi. To'g'ri, Allohga shukr. Alloh nasibamizni beradi, rizqimizni beradi. Bu sohada ham pul topish oson emas ekanligini men shunchaki shopir akalarimizga ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdi. O'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar, balonni tayyorlaymiz. Xudo xolisi hozir jarayonni ko'rasizlar. Menimcha bu videodan keyin menimcha shopir akalarimizga manfaatli bo'ladi. Что bizga hadeb bitta gapni takrorlamaslik. Qo'limizga perchatkalarni kiyib oldik. Bizga kerak bo'ladigan narsa gubka, щетка и balon qoraytirgich spreyimiz. Так. Balon qoraytirgich spreyimizni sepib olamiz. Mana. Endi bu yarim protsessdan o'tib bo'lgan balon edi. Почти tozalab qo'yganmiz buni oldindan. Sprey sepib yaxshilab artib olamiz balonni. Mana ko'ryapsizlar, akalar. Bu oson emas. Sizga aytganchalik. Ba'zi balonlarga 1 soat vaqtimiz ketadi. Rasmga olib, syomkalar qilib, to'g'rilagunimiz uchun juda ko'p vaqtimizni olib qo'yadi. Mana bu holatda bitta artib olamiz. Ko'rib turganingizdek, har bitta detaliga bizning e'tibor berib artamiz. Sababi rasm sizlarga yoqadigan ideal holatda chiqishi uchun. Harakat qilyapman, чтобы video u darajada cho'zilib ketmasligiga. Chunki juda ham uzoq olingan video zerikarli bo'ladi. Shuning hisobiga sal harakat qilamiz, shu video cho'zilib ketmasligiga. Ko'rdinglar o'rtoqlar, yon tomoni уже tayyor bo'ldi. Bu почти уже tayyor balonimiz edi. Buni avvalroq sal qoraytirib vitrinaga to'g'rilab qo'ygan edik. Endi ko'rt tomoni bo'ldi. Protektor tomoniga o'tamiz o'rtoqlar. Protektor ham отдельно mehr xolidi. Ana protektor tomoniga o'tamiz, xudo xolisi. Agar sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, kamerani to'sib qo'ymaslikka harakat qilaman, shu kuzatuvchilarga noto'g'ri bo'lmasin. Shunga ana o'rtoqlar, bu tozalash jarayonimiz. Bu balon o'zi orada bir tozalab qo'ygandim, yaxshilab cho'tka qilib tozalab qo'ygandim. Endi navbat shotkaga. Har bitta mana bu protektorlarni biz shotkada yurib chiqamiz. Shu rasmda chiroyli ko'rinishi, yaxshi ko'rinishi, protektorlarning chuqurliklari yaxshi bilinishi uchun.
birlar sizlar masalan klient bilan ba'zida yuk tashuvchilar aslida bizani yaxshi tushunishadi. Klient bilan bitta narsani sotish uchun qancha gaplashish kerakligini, masalan kimdir g'isht tashiydi, kimdir tuproq, kimdir qum, sharaf, shivyonka, klinets yoki kimdir chet elga yuk olib boradi. Klient bilan bo'ladigan suhbat bu juda ham og'ir jarayon hisoblanadi. Klientga nimanidir tushuntirib berish kerak, nimanidir ko'rsatib berish kerak. Shunga o'xshab biz ham akalar o'tirib prosta osonlik bilan pul topmaymiz demoqchiman. Sizlarning fikringlar jari emas hammasi. Mana shunday bitta sho'tkalar har bitta protektorlar orasiga sho'tkani kirgizib polniy ideal holatga keltirish uchun akalar ba'zida 1 soat vaqtimiz ketadi bir dona balonga. Chunki bu men hozir oddiyroq, osonroq tozalanadigan protektor tanlab video obzor qildim. Atak bilasizlar akalar, u furani tegachiga ketadigan balonlarni bilasizlar, shashka protektor to'rtburchak kubik bo'ladi. Eng ko'p vaqt oladigan, eng keyin tozalanadigan balon shu. Protektorimiz ham tayyor. Yana bir gubka bilan o'tib chiqamiz, shaloqi sho'tkani qizib qolmasligi uchun. Keyin bu balonlarni chiroyli qilib rasmga olamiz. Okey. Men aktyorlar syomkadan oldin yoki bir qo'shuvchilar syomkadan oldin qanaqa makiyaj qilsa, qanaqa makiyaj jarayonidan o'tadigan bo'lsa, biz balonni xuddi shunday makiyaj jarayonidan o'tkazamiz. Ko'rasizlar bu yerda. Bu oson protsess emas. Men prosta makiyaji osonroq bo'ladigan, tezroq toza bo'ladigan balonni tanladim. Чтобы video cho'zib ketmasligi uchun. Bu videoni ikki xil formatda qo'yamiz. Poligonni bittasini tezroq, bittasini to'liq vaqtini hech o'zgartirmasdan hammasini joy-joyida vaqtlari, har bitta gapirayotgan gaplarimizni hech qanaqa bir kesilmasdan, montaj qilmasdan qo'yamiz, xudo xolasa. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Video reelsga bo'ladigan bo'lsa, tezlashtirilgan variantda qo'yib, чтобы ko'rishga osonroq bo'lish uchun, javno katta formatga egallamasligi uchun shunaqa tezlashtirib, montaj qilib chiqarib qo'yamiz, xudo xolasa. Ko'rasiz akalar, mana bu ozgina vaqtni egallamaydi. Eng oson tozalanadigan balonni olgan bo'lsam ham kamida 15-20 minut vaqt ketadi. Chunki yaxshilab e'tibor bilan tozalashimizga to'g'ri kelyapti. Ko'rasizlar, o'zi yarim tayyor bo'lgan, yarim tozalangan balon. Shunaqa vaqt oladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Shu orada yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu Chaoyang brendimizda 315 ga 80 50-22,5 universalniy protektor hisoblanadi. SM 988 protektorimizda hozir Tanarda, Samarqandda bez kamer qilganlarga yaxshi ish beryapti. Yaxshi ko'rsatkich beryapti, yaxshi yurib beryapti. Hali hech kim bir nolagan joyi yo'q bu balondan. Chaoyang nomer 1 esinglardan chiqmasin. Chaoyang nomer 1 bo'lib ketdi hozir kunda. Ana okada bu balonimiz rasmga tushishga tayyor. Endi hozir videoni o'chirib, buni rasmga tushiramiz. Sizlarga agar shunaqa balonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga opisiyadan raqamlarimizni qoldiramiz. Telegram kanallarimizni qoldiramiz. Kirib qo'shilinglar, yangiliklardan xabardor bo'linglar, o'rtoqlar. Podpiska bosinglar. Telefon qilsanglar Toshkent shahar bo'ylab dastavkamizni tekin. Agar bizani do'konga men Telegram kanalda ko'rdim, men Instagramda ko'rdim, men YouTube'da ko'rdim deb keladigan bo'lsanglar, bonus sifatida ustanovkasini ham tekin qilib beramiz. Like, podpiskani ayamaydi o'rtoqlar. Yaxshilikda ko'rishaylik.